Dunyo bozorida uzumning katta 3 kilo, 4 kilolik boshli uzum navlariga unchalik talab yuqori emas. Dunyo bozorida eng standarti 800 gramdan 1 kilo atrofida uzum boshlari bo'lsa, yanaki urug'siz navlarga talab yuqori. Lekin o'zimizning yeyishga, xonadonlarga hozir bitta navni ko'rsataman. Mana bu kishmish Geliador navi. Bu ham bizga yangilik bog'imizda. Buning shingillari juda katta. Bu uzum bemalol bir shingili 5 kilo hosil bera oladi. Ichida urug'i yo'q. Kishmish uzum erta pishar. Mazasida muskat ta'mi bor. Hali bu gullagani yo'q. Mana 2 qarish chiqadi bemalol. Mana bu bitta shingili o'zimizning katta uzumlardan ancha kattada bu bitta shingili. Bu bitta boshini aytmasa ham bo'ladi. Endi muskat tam desa ko'pchilik uncha tushunishmaydi. Muskat degani yoqimli bir, yeganda dimoqqa uradigan, qanday desam bo'ladi. Misol uchun orbit saqich chaynaganda og'izni g'ulatadi-yu dimoqni. O'shanaqa tomoqqa uriladigan ta'mi bo'ladi. Biz Avatar, Manicure Finger deb o'shanaqa navlarga e'tibor qaratamiz. Mana bu e'tibor qaratmagan navlarimiz, lekin avatarlardan ancha ustun taraflari bor buning. Bunaqa katta bosh, misol uchun tomorqada bir 5 kilolik bosh uzum hosil qilib tursa, buning zavqi boshqacha. Bu uzumimiz mana shunaqa katta boshdan 10 ta tashagan ekan. Hozir biz 3 dona qo'yib qo'ydim. O'zi asli bu ko'chatga, mana ko'chat. O'tgan yilga ko'chat. 3 bosh ham ko'p aslida. Lekin olgim kelmadi. Mana shunaqa katta boshdan 10 ta tashagan ekan. Lekin o'suvi zo'r, mana barglari qattiq tagin. Bu yoki qog'ozdek mana juda qalin. Kattaligi ham juda katta barglar. Xudo xolasa pishganda ham bu navlarni obzor qilamiz.